Bugungi ishim yomon qiyin o'tdi. Sekin uyga borib, kompyuterda Jitel qishlog'i. Bu nima? Voy! Meni oltinlarimni o'g'irlamoqchi bo'lgan. Ha, Jitel! Men qara. Hoy, urma. Sen nima qilyapsan meni yerimda? Ha? Ishlarsa shunchaki menga pul kerak bo'layotgandi. Men O'zingdan nima so'rasam bermaysan, shuning uchun. So'rasang berardim bir og'iz. Men endi nima qilishimni bilasanmi? Men seni endi militsiyaga beraman. Yo, iltimos unday qilma, men hali hech narsa o'g'irlab bo'lganim yo'q. Ha, mayli. Senga bir kun muhlat. Menga 34 ta olmos topib kel. Tushundingmi? Hop, mayli, faqat militsiya chaqirib o'bin qilmang, ha? Hop. Men esa yotib damimni olaman. Sen bir kungacha topib kel. Do'stlar, ishda yomon charchadim.